Hurmatli do'stlar, hammaga salom. Mana ishimiz ham nihoyasiga yetdi. Tugatib oldik. Xudoning irodasida mana ishimiz orqa tarafi. Hozir yonboshi, oldi hammasini ko'rsataman. Ishlarini. Polnosti mana sepich panelni qotirdik. Krishasi, devorlari hammasi bo'ldi. Bunisi unga o'xshab chiqib qolmadi. Bir tekis bo'lib ketdi tepasi. Chiroyli bo'ldi. Fasad ko'rinishi ham yaxshi bo'ldi. Mana bu yonboshi 10 metr mana shu joyni o'zi. Rostdan tepasi bunaqa bo'lib qoldi. Mana dalnishi davom etishi mumkin. Yopilmadi, mana oq bo'lib ko'rinib turgan joyi. Bu oldi ko'rinishi. Ishlari. Yaqinroqdan ko'rsataman hozir. Rosa ozgina arzonroq olib kelganim uchun stiklar qiynab qo'ydi. Atak o'zi uncha qiynamadi. Tepasi ozgina qiynagani shu sepich panelni chiqarishga qiynab qo'ydi. Lekin tez bo'lib qoldi. Devori ozgina qiynab qo'ydi. Tegamiz shotga bo'ldi. Mana oldi tarafi palaprostor turgan stiklarni eshik qo'ymoqchiman, nimadir qilmoqchi qarach, bilmadim. Qolgan joylari yaxshi chiqdi. Mana nihoyat tugatdik. Qo'ldan kelgancha mehnat qilib. Xo'jayin ham xursand. Ishlom ishi bitdi. Lekin juda ham ko'p mahsulot ketdi bu yerga. Bilmadim, uy egasi xo'jayin aytmaydi qancha ketganini, lekin bino